Bugun biz yana ko'p yillik hamkorimiz Zarqand shirinliklari kompaniyasining ishlab chiqarish maydonidamiz. Zarqand O'zbekistondagi jadal rivojlanayotgan qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lib, 2006-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Ular bilan hamkorligimiz 2014-yildan boshlangan bo'lib, shu vaqt ichida ishlab chiqarish liniyalarini xarid qilishdan tortib, xomashyoni moliyalashtirishgacha bo'lgan umumiy qiymati 1,5 million yevro, 552 ming AQSh dollarlari va 3,2 milliard so'mlik 7 ta qo'shma muvaffaqiyatli loyiha amalga oshirildi. Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalar doirasida zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari moliyalashtirildi. Chexiya, Xitoy, Turkiya, Italiya. Ilg'or texnologik yechimlar joriy etilgan. Xomashyo yetkazib berish barqarorligi va ishlab chiqarish jarayonlarini barqarorligi ta'minlangan. Murabaha islomiy moliyalashtirish loyihalari amalga oshirildi. Ta'kidlash joizki, bu bizning ushbu islomiy mahsulot bo'yicha birinchi kelishuvlarimiz edi. Biz 20 yildan ortiq vaqtdan beri qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Bugungi kunda kompaniyamiz assortimentida 60 dan ortiq pozitsiya, 250 dan ortiq xodim, 60 dan ortiq mamlakatni qamrab olgan eksport geografiyasi, shuningdek, yuqori samarali ishlab chiqarish va logistika markazlaridan iborat. Bularning barchasiga erishishda hamkorligimiz muhim rol o'ynadi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz va moliyalashtirishingiz tufayli kompaniyamiz ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish loyihalarini amalga oshirdi, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirdi va biznes samaradorligini oshirdi. Bizani Zarqand qandolat fabrikamiz 2008-yilda tashkil topgan. Hozirgi kunda O'zbekistondagi eng yirik qandolat ishlab chiqaruvchi fabrikalar qatorida hisoblanamiz. Bizani rivojlanish yo'limizni sarhisob qilganda O'zbek Leasing kompaniyasini o'rnini alohida ta'kidlab o'tish kerak. 2014-yil hali ish boshlaganimizga ko'p bo'lmasdan biz O'zbek Leasing kompaniyasiga loyiha qilish so'rab murojaat qilganmiz. Rahbariyatiga, barcha xodimlariga tashakkur bildiramiz. O'sha paytda bizani kelajagimizga ishonib, hali kredit tariximiz bo'lmasdan biz bilan katta loyiha qilishga qo'l urishgan. O'sha davrda o'sha zamonning eng ilg'or texnologiyalarini Yevropadan olib kelganmiz. Ushbu loyiha muvaffaqiyatli bo'ldi va undan keyin 7 yoki 8 ta loyihani, ya'ni O'zbek Leasing kompaniyasi bilan birgalikda qildik va barchasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Shu o'rinda O'zbek Leasing kompaniyasi rahbariyati va barcha xodimlariga tashakkur bildiramiz va bundan keyingi hamkorlik qilamiz degan umiddamiz. Ushbu natijalarga erishishga O'zbek Leasing International bilan hamkorligimiz muhim rol o'ynadi. Uning qo'llab-quvvatlashi va moliyalashtirishi tufayli kompaniya ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, quvvatlarni kengaytirish va biznes jarayonlarini samaradorligini oshirish bo'yicha loyihalarni amalga oshira oldi. Moliyalashtirish uchun murojaat qilishdan avval qanday muammoingiz bor edi? Mahsulotlarimizga talab ortdi va bizda keyingi partiyani ishlab chiqarish uchun quvvat yetishmadi. Bu esa moliyaviy jihatdan cheklangan edi. Nega aynan islomiy moliyalashtirish va murabaha formatini tanladingiz? Biz 2023-yilda sizlar bilan murabaha modeli bo'yicha 2 ta loyihani amalga oshirdik. Bu ikkalasi ham xomashyo sotib olishga yo'naltirilgan edi. Bitimning o'zi qanday o'tdi? Qiyin bo'ldimi? Jarayon yetarlicha tushunarli va unchalik murakkab emas edi. Chunki sizning kompaniyangiz barcha jarayonlarda bizga to'liq hamrohlik qildi. Biz siz bilan hamkorlikni ishlab chiqarish liniyalarini ishga tushirishdan boshlaganmiz. Birinchisi 2014-yilda bo'lgan va Chexiyadan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasini olib keldik. Eksport qanday rivojlanmoqda va qaysi xomashyo yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilyapsiz? Eksportni faol rivojlantirmoqdamiz. Bugungi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Ozarbayjon, shuningdek Bolgariyaga mahsulot yetkazib bermoqdamiz. So'nggi 1 yil ichida eksportimiz qariyb 20% ga oshdi. Shu bilan birga biz xomashyoni bir qismini Yevropaga yetkazib beruvchilardan sotib olamiz. Bu esa mahsulot sifatini barqaror saqlash imkonini beradi. O'zbek Leasing bilan loyihalarni amalga oshirganingizdan so'ng biznesingizda nimalar o'zgardi? Uskunalar ishlab chiqarish quvvatlarini oshishini ta'minladi. Murabaha loyihasi esa bizga xomashyolarni barqaror yetkazib berishda yordam bermoqda. Nima uchun biz bilan 12 yildan ortiq vaqt davomida ishlashda davom etyapsiz? Siz bilan hamkorligimiz davomida kompaniyangiz yetarlicha moliyaviy qudratga ega bo'ldi. Bu bizga ko'plab loyihalarni birgalikda amalga oshirish imkonini beradi. Eng yirik loyihalardan biri 1 million yevrodan ortiq mablag' bilan moliyalashtirildi.